Do'stlar, Chingizxonni qilgan iflosliklarni, yomon ishlarini juda ko'pchilik bilgan, lekin Chingizxon bir narsani bilmagan, kelajakda YouTube paydo bo'lib, qilgan barcha yomon ishlari internetda tarqashligi mumkin. Butun dunyo, butun xalq bilishligi mumkinligini xayolga ham keltirmagan bo'lsa kerak va bugun aynan Chingizxon mana shu hududlarga, O'rta Osiyo hududlariga kirib kelgungacha bo'lgan davrlarda juda ham katta imperiya bo'lgan, mana shu O'rta Osiyo hududlarida va ulardan bittasi Chingizxon kirib kelgandan keyin Chingizxonni qo'li bilan xarobaga aylantirilgan butun bir katta shahar, butun katta bir imperiya tanazzulga yuz tutgan. Bugun mana shu Pazda, hozirda esa Bazda shahri haqida sizlarga ma'lumotlar beramiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hozir biz Mirishkor tumanida joylashgan qadimgi tarixiy yodgorliklardan biri Bazda shahri xarobalari, Bazda shahri tepaliklari oldida turibmiz. Mana hozir sizlar ko'rib turgan hozirgi tepalikning holati bu Chingizxon bosqinidan keyin shu holatga kelgan. Asli Chingizxon bosqiniga qadar bu qal'aning holati mana bu holatda bo'lgan. Mana o'ng tomonda katta bizi arxeologlar tomonidan tiklangan suratni ko'rib turibsizlar. Tepalikda qal'a tepasidagi shu tepalikda joylashgan qal'alar pastda qadimgi shaharda ko'rinishini berilgan. Bu yerda shahar aholisi yashaydigan xonadonlar, shahar aholisini